Nimaga keldingiz? Ana bacham gapirmayapti, shuni davolab berish kerak. Men sizlarga bitmanmi gapirmaydi, bachani davolab. Ana bu 10 ming oling. Davolangandan keyin yana 10 ming bor. Hamsiya, tez meniki keling, menikida o'lim bo'la qoldi. Hamsiya nima bo'lgan bunga? Bu gapirmay turibdi. Agar gapirtirsak dadasi 20 ming beraman dedi. Lazerni pressep bilan bitta beraymi? Jillimisiz yo? Buni nozikligi bilan davolash kerak. Torting Hamsiya. Tilini torting Hamsiya. Gapir! Tilingda gapira olmayapsanmi? Kiyman bitta quchoqlashisham bilan bacham ki, ingil bacham, ingil. Ha, o'zim bacham mani shu. Dadajon. Hamsiya gapirdimi? Ana, gapirdi ana. Ana gapirdi. Nomus bilan ori bo'lmas, otasini yig'latganni, qiblagohim, buzrukvorim, jonim dadam. Aman sizlarga gapirtirib beringlar desam, davra rais qilibsizlar-ku. Siz ayting. Bir kunda o'tib ketadi, boshida shunday bo'ladi-da. Maslahat bir yilcha o'ylantirmang, keyin yaxshi bo'lib ketadi. Agar yaxshi bo'lsa. Bacham sen urmadilar qo'y. Shukr deyman, oyoq qo'lim salomatdir, gar nolisam bu Xudoga malomatdir. Bacham man xatqayam qilibdilar.